Assalomu alaykum, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjong Vaslivot madaniyat tarqatish shirkati birlikda uyushtirgan Qizil kala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan Yangi Navo programmasi. Men riyosatchi do'stlar Tahir Tursun. Men riyosatchi do'stlar Güzel Tursun. Xo'sh, undaq bo'lsa oldi bilan baholovchi ustozlarimizni tanishtirib chiqsak. Bugungi baholovchi ustozlarimiz o'xshashlar, ataqliq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Erkal apandim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Naqshchi Dilshod Raydin apandim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Sant Emragul Abduqodir muallim qarshi olamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa endi taratqular vakillarini tanishtirib chiqsak. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Qarshi olamiz, xush kelibsizlar. Unda bo'lsa bugungi haftalik sonimizda natijaga erishgan chempion bo'lgan modelimizga qanday mukofot qo'yib berildi bir anglab o'tgan bo'lsak. Haftalik yulduzimizni Gohar Diyar suv chekish shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markali suv tozalag'ich bilan mukofotlaymiz. Yillik chempionimizni diyorimiz xonim qizlarining go'zalligi uchun uzluksiz izlanib kelayotgan Shinjong Husnigul suv chekish shirkati bir mashina bilan mukofotlaydi. Unda olsa Güzel programımız resmi başlap ketendik. Oldu. Programımızın birinci etkili bizning naqshimiz. Uzaqdan telmürüp yürüdü. Olup işqi pervane acep sır vermeden dilber kılıp gönlümü veyrane 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 kılıp gönlümü veyrane Vücudum otqa aylandı ebedge köydüreydem sen Gönül vermey bırakında Azaplap öldüreydem sen Gönül vermey bırakında Azaplap öldüreydem sen Islıtın yaktı gönlümye Sırrını ver bana dilber Islıtın yaktı gönlümye Sırrını ver bana dilber Muhabbet
teşti can kattı Rüsalsız Utmusun külle Muhabbet teşti can kattı Rüsalsız Sulmusun külle Assalomu alaykum mahirimiz, xush kelibsiz. Ha, neden sorayım sizden de? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, bag'li ustozlar. Ham televizor oldiga ko'rilmalar, yaxshimisizlar? Men birinchi nurliq moyir Imom Muhammad Samat bo'laman. Har qaysingizlarga o'tliq salom. İmam Mehmet Semet. İmam Mehmet aka. Nereden geldin dediniz? Aqsu Uchtirpan 35 yaşdan keldim. 35 yesi. Ha, 35 yesi de neymiş kılsız hemse? Dehqonchilik qilaman. Dehqonchilik qilasiz. Dehqonchilikdan boshqa vaqtlarda naqsh aytamsiz? Boshqa vaqt istisirqa vaqtimizda naqsha muzikalarni yapishim. Jiddiylashyapsiz? Azroq. Azroqmi? Bundan burun bunda cho'ng sahnaga chiqib boqmagan. Yo'q, tunji. Hamsi nima uchun chiqay deb qoldingiz? Nava programmamizga bundan burun chiqqan batdi. Ha. O'zimning bir talantni bidorlik bor deb fikrlashim. Undaq bo'lsa, o'zingizning hadlik yulduz bo'lishingizga ishonchingiz bormi? Ishonchim bor deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, baholovchi ustozlarimizning bahosini bir anglab baqsak. Yuqorida birinchi nomerlik Mayir Dilbar nomli naqshini yaxshi ijro qildingiz. Ovozingizning tusi yaqimliq, ovoz doirangiz mukammal. Uning ustiga birinchi kupletni nihoyatda asta tempida ijro qildingiz. Bu jarayonda nafasni ishlatishingiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Naqshiningki talbi bo'yicha yaxshi ijro qildingiz. So'zlaringizmi uchoq, hissiyotingiz nihoyatda qizg'in, yaxshi bo'ldi. Rahmat. Rahmat oldingizlar. Salam, İmam Muhammad Samat, xush kelibsiz. Bizning naqshimiz bu bosqichida Dilbar nomli hammamizga tanishlik bo'lgan, go'zal melodiyaga ega bo'lgan naqshni olib kelibsiz. Ovozingiz boy obdiskam deb o'tdi, doirasi kengroq, yuqori ovoz tusiga ega, yo'riq bir ovoz ekan. Naqshni mos harakatlar bilan yaxshi o'rinlab berdingiz. Usulchi qizimizmi yaxshi moslashib berdi. G'ayratingizga barakalloh. Rahmat Mo'min. Rahmat, Mo'min. Nolsa, aka. Varama qo'shsangiz. Rahmat. Bo'ldi. Bizning birinchi o'tkinimizdagi birinchi nomerlik mahirimizmi o'zining naqsini aytib bo'ldi. Undaq bo'lsa, qizg'in alqish sadolarimiz bilan ikkinchi nomerlik mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Atam bu yoni ko'rsatdi. Vay anam bu yoni ko'rsatdi. Vay kuya. Kuya ko'tar yomon ekan. Besh to'zon. Vay do'zaxni ko'rsatdi. Tutma desam, voy qo'yma tutong bilaklarimni. Voy voy. Tutma desam, voy qo'yma tutong bilaklarimni.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Aleykümselam. Ha, ismingiz nima ekan? İsmim Rizvan Gülemer. Ovozingiz bitib ketdi, qarab naqsh. Ovozingizni tetdim. Siz shunda yaxshi aytyaptingiz naqshingizni. Undaq bo'lsa, o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli baliqchi ustozlar, qadrli ko'rurmanlar. Rizvan Gülemer'dan sizlarga o'tliq salom. O'zingizni nereden so'raymiz? Nereden keldingiz? Men o'zim Qashqar Do'lan diyor maktabdan keldim. Ha, kiyinishingizni shunday his qilgan to'q. Rahmat. Maktabda mush bitib kelmagansiz? Yo'q, bundan keldim. Bo'lsa, maktabdan keldingiz. Maktabda nima ish qilasiz? Men Qashqarda Amina shirkatida ishlayman. Amina shirkatida ishlamsiz? Bu yerda nima ish qilasiz? Muqam etmaydigansiz aqcha? Yo'q, muqam etmayman bu. Tayyachub yasamsiz? Ha, tayyachub yasangiz. Ha. Bilib-bilmay sizdan qo'lingizdan chiqqan tayyachublarni yeb qoldik-da ba'zan. Voy, biz ishonchlik maslat. Voy, men ishonchlik dedim, ishonchlik shuni da'vataman-ku. Ovozingiz bek yo'qli, igizga. Bunda ovozni hamda naqsh etishdan, muqam to'lashdan boshqa ishlarga ishlatkida bo'lamdi sizningcha. Shu naqsh qilgan vaqtda ishiltma ovozimni, yuqori ovozni odatda. Qani undan bog'liq ustozlarning bir bahosini olib o'tgan bo'lsak. Xush kelibsiz Rizvangul. Rahmat, muallim. Bizning Do'lan muqomidan, Dugamat muqomidan ariya o'rlab berdingiz. Do'lan muqomi yetishga biroz qiyinchu. Nimishki deganda buning ovozi muzikadan 8 oktava egiz turdi. Biz televizorlarda ko'ramiz-ku, shu Do'lan muqomni aytayotgan asayya, yusayyalar. Bizning ular bilan jiq birga o'yin qo'ygan chet ellarda mamlakat ishtosin. Buni aytmoq ham qiyin. Boshqa yurtning muqomlari o'xshamadi. Chag'an muzikasida aytqini tankash muzika o'pmoqda, hansuchu fudio deb qo'ydi buni. Muzikasi bir yerda, naqshi bir yerda bo'ldi, akkord bo'ldi bu. Bunun bundaq alayidlik var. Şunun için bunu xalqaro jiq davlatlarga olib o'rinlandi-da. Siz mana shuni Do'lan muqomini yaxshi o'rildingiz. Mana sal uzun bo'lib qolibdi. Shunday bo'lsin bu mushu qisqartirilmasa ekan. Usulchilarimiz bu shunday yaxshi hamkorlashdi. Siz dapincha bu naqshni muqomini yaxshi o'rildingiz. Rahmat. Davomli tirishing, ya'ni kamchilik yerlaringizni izlang. Rahmat. Rahmat Dilshodka. Salom Rizvangul. Xush kelibsiz. Aleykümselam. Ovoz o'rningiz Dilshodkam dedi. Haqiqatan o'rni yuqori. Tipik mushu ayollar yuqori ovozga tava, ovozgan uningdan boshqa yana kuchi bor, yo'riq bir ovoz. Sahna kiyimlaringizmi naqshingizga moslashgan, xasligi bor, milliyatligi bor, yarashimliq bo'libdi. Sizga taklifim. Bundan keyin sahnaga chiqqan vaqtida sahnadagi badan tutish, sahna turish qiyofatingizga sal diqqat qilsangiz. Boshqa cho'ng chataq yo'q. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat muallim. Rahmat, muallim. Bo'ldi. Aramaga chiqsangiz. Rahmat, aramaga chiqsangiz. Mana 200 numurlik mahirimizmi o'zining naqshini aytib bo'ldi. Undaq bo'lsa, 300 numurlik mahirimiz bizga zodi qanday naqsh ilib keldi ekan, birlikda huzurlanaylik. Marhamat. Marhamat. Yaman deydi yer yaman deydi. Ötkürler ketdi kelmeydi. Yar bilip koygun otun yaman. Unutib ketsen sadi bo'lmaydi. Yaman deydi yer yaman deydi. Ötkürler ketdi kelmeydi. Yar bilip koygun otun yaman. Unutib ketsen sadi bo'lmaydi. Oynan, yar yar oynan, yar yar oynan, yar yar oynan, yar yar oynan,
yok oylan. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum mahirimiz. assalom. Xush kelibsiz. Oldi bilan o'zingiz bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men Qashqar konchani ashdan Muhammad Ali Abla bo'laman. Hammangizlarga o'tib salom. Unda o'zi Qashqar konishadi-na? Ha. Nima ish qilasiz bu yerda? Men odatda ancha-muncha muzika bilan shug'ullanib qo'yaman. Ishdan sirti yana kasbim menda. Taksi haydayman. Taksi haydaysiz. O'tdak mushtaqim bilan mushaniga o'zimni bir sinab beqish fursatida, sinab beqish arzu istikida kelib qoldim. Xush kelibsiz. Endi demakchi, konishada naqshi muzika ijodiy bilan shug'ullanma dedingiz. Tafsili hamda qanday shug'ullanasiz demakchi hamda bir taksi haydab, qaytqanda bir klubda naqsh aytamsiz yoki boshqa ish qilamsiz demakchi. Ya klub naqsh aytishlarini o'ylashib baqdim. Ha. Klubda naqsh aytishmo ko'ngillik. Ha. Menimcha yana sirtqi xizmatlarni birlashtirib, ijara kasbini bilib, men ishtig'imni ko'ngillik birlashtirdim menga. Birinchidan qanday desangiz, bu yangilik yaratish, yangilik bir uslubga intilish yoshlarning hammamizning o'ylaydiganiga deyman. Shuning uchun men mashina o'zim to'g'ri topdim, shuning bilan mush kasbni o'zimga qo'shimcha tanlab oldim. Fursat yer berib qolsa, obdaroq bir studiyada yoki o'zim shaxsan o'zim bir muzika studiya qilg'im bor. Siz hamda mayli mushu bizningki Uyg'ur cho'lponlarimiz bo'lsin yoki chetnanki cho'lponlar bo'lsin, kimni eng yaxshi ko'rasiz? Ma gapni o'tdan surdingiz. Ha. Erkin Abdulla, Ablajon Avod. Masalan, yangilikqa intilib turgan cho'q bir qism yoshlarimizni, san'atkorlarimizni intan yaxshi ko'rib muzikani anglayman. Rahmat. Unda siz mushu naqsh kasbida bir bilim apaqanmi, apaqmaganmi? Yo'q, bilim apaqishni o'ylashyapman nardavam. Lekin muntazam bir bilim olib baqmadim. Ham mush kasbga kirishni o'ylab baqdim, hamda mush davomli turda mush kasb uchun izlanyapman. Rahmat. Undaq bo'lsa, baholik uchun so'zlarimizning bahosini olib baqsak. Salam Muhammad Ali Abla. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Ovozingizmi o'rni yuqori. Ammo bak uslubdagi ovozga. Naqshinimi xilili ko'tarangi ruh bilan yaxshi o'rinlab berdingiz. Rahmat. Nurg'un go'zal arzu armonlaringiz bor ekan. Davomli tirishing. Bo'ladi. Rahmat. Rahmat muallim. Muhammad Ali. Yaxshimi aka? Sizning ovoz sahnimizga qarshilabsiz. Ovozingizmi bay Amraqul ma'lum degandek nayt yangroq. Siz bayatni o'zingizning qiziqishini bo'lmoqchi yangilikqa intilman degan gapni ko'p ta'kidladingiz. Shundoq. Bu yaxshi, yangilik intilish degan. Yangilik intilganlik bilan ko'nlikni tashvasa bo'lmaydi. Bo'ldi. Mushu muhim masala. Kichkina gitarni bugun sal yozib ko'tarib chiqsangiz, faqat simni chatqatingiz chalamdi kelsa, mush naqshni orliqqa bir necha yalaga solo o'rnashtirib, bo'lmaydi deganda ishga yagasa uzoqroq qilib pauzaga, boshqa yo'q muzikani qilmayman, gitar ko'tarib chiqqanki soloni taz bo'lib o'ynayotgan bo'lsangiz, taz kelarkan. Azroq olib qoldi achaga yer. Chala olamsiz bo'lmasa? Chalman. Chaladi, chalamiz uni ko'tarib chiqamdi. Siz degandek yozib chiqib kelayman-ku. Shunga mushunaga diqqat qilgansiz, gitarni sahnaga chiqqandan keyin naqsh bilan gitar oldida turish kerak. Tang-tongni keyinga qo'y. Shundaqmi? Shuning uchun gitarni bir necha solo yo bash pauzda, o'tir pauzda oyog'i tugay deganda bir soloni jangga qo'ysangiz, vangga chiqsa u. Ana naqshni texmi suyatdi. Kamchilik yer mushu. Mushunda endi izdinim. Amateur bo'lsin. Rahmat tashakkur. Yuqorida Amragul bilan Dilshod haqiqatan to'g'ri gap qildi, yaxshi. Yoshlar haqiqatan yangilikka intildi. Yangilik jamiyatni olg'a bostirdi. Bu bizmi ayni vaqtlarda yangilikka intilgan. Endi yangilikka intildim deb boya Dilshod aytdi. Shu milliy xosligimizni unutib qolsak bo'lmaydi. Chunki milliy aloyligingiz, milliy xosligingiz bo'lmasa, sizning kim ekanligingiz ma'lum bo'lmaydi. Sizning naqshingizga tankash qilingan muzika nihoyat qizg'in kayfiyatga to'lgan ekan, sizning kayfiyatingiz sal tuvan bo'lib qoldi. Mush taraflarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Bo'ldi. Rahmat abuzlar. Baholik ustozlarning bahosiga uchun rahmat. Muhammad Ali sizga rahmat. Rahmat, hammangizga rahmat. Qizg'in olqishlar bilan 4-numurlik muallifimizni sahnaga taklif qilamiz. Qani? Marhamat.
Nazlık dilber bir sözüm var etayım. Çarxı felak görüner cefa eyledim. Bir avga gidizim Taciye husrevi bir avniye eleştire geda eyledim. Ferha şirin bir luvami kol uzrak. Kullarının başında min türlü sevda. Barcani öldürgen vefasız dünya ahiriye barcani fena eyledim. Barcani öldürgen vefasız dünya ahiriye barcani fena eyledim. Leyli Mecnun derler, alemge ustad, cihan neğmedin, bulma diye azad. Nazlık değil her şey, bu çerhen aşağı, bu gıriyet canimge cefa eyledim. Nazlık değil her şey, bu çerhen aşağı, bu gıriyet canimge cefa eyledim. Assalomu Assalomu alaykum mahirimiz, Sahnimizga qarshi xush olamiz. kelibsiz. Undaq bo'lsa, o'zingizni ekran oldidagi ko'rmanlarimizga bir tanishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum tomoshabinlar, televizor oldidagi ko'rman do'stlar. Muqam yurti badam makon bo'lgan Yakendan kelgan Gulnurdan har qaysingizlarga o'ttiq salom va oliy ehtirom. Qarshi olamiz. Urumchidimi siz ekanni o'qimsiz ya? Hozir Xinjiang Ma'rif institutining musiqa ma'rif kasbida o'qiyapman. Muzika ma'rif kasbida o'qiyapsiz. Necha yil bo'ldi o'qiyotgani? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Endi muzika ma'rif degandan keyin belki naqsha muzikada boshqa bir muzika o'rganmaysiz axchani. Umumyuzlikmi? Futurib chiqsangiz o'qituvchi bo'lamsiz. O'qituvchilik kasb. Buningdan burunmi mushundaq sahnalarni naqsh etib baqqanmiz o'qishayotgandingizda? Yo'q. Mush tunji Esingizda sahnangizmi? yo'qmi? Manda cho'ng tutdagi sahnalarda naqsh etib Ammo baqqan. maktabnikida yetatdingiz Ha, shundaymi? etib baqqan. Yakannimi aytib o'qitdingiz? Ha, aytgandim. Qanday aytgandingiz? Masalan, 12 muqam maydon faoliyatida Ha. shu chog'da aytgandim. Shu chaq naqsh aytgandingiz. Ha, yaxshi, yaxshi. Undaq bo'lsa, siz qandaq bir arzu, armon bilan bu sahnamizga chiqdingiz? Men mushu o'zimni bor bo'lgan ortiqchilikni mushu yangi nova programmasi orqali mushu xalqimizga tanitish. O'zimni bor bo'lgan kamchiliklarimni mushu ustozlarimning taklif fikrlari orqali tuzitish maqsadida. Ha, Nova programmasi. Qarshi olamiz. qarshi olamiz. Unda bo'lsa, bağlıcılarning qanday maqtaydigan gaplari va qanday tuzdigan yerlari va bir anglab baqamdiq. Nima qildim? Bo'ldi. Qani, ustozlarimiz. Gülnur Tursun. Yakandan keldingiz ha? Mush muqam etishni bir ustoz o'rganganmi? Yo'q, o'zim o'rgangan. O'zingiz o'rgangan ha? O'zingizni shu bir varaq aql qog'oz ekan sizda. Buni sizga biror ustoz az to'la bir o'rgatgan bo'lsa, yomon yaxshi bo'ladi ekan to'q. Ovozingiz yomon yaxshi ekan. O'zim o'rgangan. Ovozingiz sharoiti bak yaxshi keladi. Sipsiz avjisiga shundoq bemalol chiqyotdi. Endi ilqi
keynini aşırı, her bir mısranın kendi yaman uzun söz öttünüz. Sel sozulup ketip kaldı. Ha. Ama başka teksti yetipsiz aslında buna teksti. Başka o. Atam seni evetipti, permallah kılıp. Ne üçün badır seni yakşı yaman de. Ayrılı. Tıp kitapta müzik itip iş gitti. Müzik kaptı buraya de. Ay şunu azırak jığınçak kılıp. Keynini. Tekmegin sen yarımga Allah'a kadar. Oldu. Sen jığırak düşürümüz avazını. Hem kıska hem lirik çırağını kıvırı jığıp düşürümüz. Bu yaman uzun aldıdaki mısradım bak kendiki avaz tom hem uzun bakıptı. Poğuzuna vazaldık. Ooo yürüdü. Buna dikkat kılınca sana hem. Hemen kolay. Siz cık anlan. Siz bu şu sahne şuna cüret kıp kepsiz. Cık anlısınız tama köl oldu. Mınızı sınıdı. Şunun için kemçilikinizi bileleysiz. Unutqasın meyli, tutsam buldu. Eğer ügünümen desiniz, yüz ügütüm hemen. Çatak yok bunalda. Buldu. Tırışım yok ama. Tırışma çokum. Rahmet Dilşatqa. Hoş geldiniz Gülnur Tursun. Baya Pencigah mukamıdan araya uğurladınız. Avazınız torba, süzük, yoruk, yaxşı bir avazken. Körünüp durdu, emni bunşundaq çoğun saknege tünci qitim çıkıpsiz. Şoňa elbette temtiraş, vuduquş boludu. Şoňa emdi sizge teklifim, baydaşatkamı dep ötdi. Bundan keyin muş avaz ilmide izchil, davamlıq terbiyelenişke ähmiyet berin. Äň muhimi muş naqş etkanki naqşynyň bediligi jähetde. Naqşydaki qattiq yumşaqlyk, nefesni kontrol qilish, muş jähetlerde texmo izdining amat yer bolsun. Rahmet, rahmet. Sizge mi rahmet Gülnur? Arama qaşırsanız. Arama başlarım. 400 numurluk mahirimizmi özünün naqsını etip boldy. Undaq bolsa qızgın alqış sadalarımız bilen en ahırkı mahirimizni sahnege teklif qilamiz. Qani, marhamat. Pehrisen, Xan Tengri ana yurtumnin her baksam özünge söyüner dilim. Başlarım baklar yelkillerim boz. Bestinge zoklanar cimik ihlim. Pehrisen, Xan Tengri ana yurtumnin her baksam özünge söyüner dilim. Başlarım abbakar yelkillerim boz. Bestinge zoklanar cimik ihlim. Karamlap dökülse damcılar sendin. Künçige cırgılıp gülüdü bağıraş. Elinin dolmanı şu kadar eyver. Siner sinemden Irak'ta balkaş. Kan Tengri gururum sen. Bildiler söylem gül baharım sen.
Yurtumning bag'rida güzel vadilar Şu sehi mehrimde bolgay güliston Bir bayan kumluqlar kengri dağlar Han Tengri sen bilen yaşnaydı mengü Yurtumning bag'rida güzel vadilar Şu sehi mehrimde bolgay güliston Bir bayan kumluqlar kengri dağlar Karamlap dökülse tamçılar sendin Künçüge jür bulup gülüdü bağırar Elinin dolkunu şu kadar eyver Söyler senindir irakta balkaş Han Tengri gururum sen Bir ömür söygen gülbaharım sen Han Tengri gururum sen Bir ömür söygen gülbaharım sen Assalomu alaykum ada. Assalomu alaykum, assalom riyosatchilar. Kepsiz. Xush bo'ldim, rahmat. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Assalomu alaykum baholag'ich ustozlar, assalomu alaykum tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum televizor ekrani oldida o'tirgan barliq urug' tuqqan qarindoshlar, hammangizlarning kechligingizlar xayrli bo'lsin. 5-nomerlik Mahir Asiya Ibrohimdan sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat. O'zingizni nereden so'raymiz? Yurtim o'quvchi diyoridan bo'ldi. Hozir Urumchi turyapman. Odat nima ish bilan shug'ullanasiz? Hozir men uyda ishki bolamni beqib, Shu G'oljilik uydimi, Urumchilik uydimi? Urumchilik uyda. Urumchilik uyda. Ha. Unda bo'lsa siz naqshingizni anglab baqsam bir naqsh kasbida muntazam tarbiyalanganda Ovozingiz shunchalik yoqishga. Ashtaroq his qildim. Bekmi muntazam deb ketgan bo'lmaydi. Men kichkimdan naqsh etishni bek yaxshi Sal ko'rardim. muntazammi? 99-yili Beijing kino studiyasining naqsh kasbida 1 yil tarbiyalangan. 1 yil tarbiyalangan. Ha. Buningdan burunmi shundoq cho'ng sahnalarda naqsh etib baqqanmidingiz? Buningdan burun aytib baqqandim. Ilgari men maktabni 1 yil tarbiyalanib bo'lgandan keyin Jungo naqsh so'lamikining taklif naqshisi bo'lib ishladim. Keyin to'y qilgan bo'ldim. Shuning bilan farzandlarim bo'lgandan keyin hozir shu farzandlarimni qarab uyda. Naqsh etmadingiz? Yo'q. Undaq bo'lsa, siz shu navo sahnamiz kelgandan keyin ilgari aytgan shu sahna bilan bu navo sahnamizdan qanday o'xshamaslik borligini his qildingiz? Ilgirki sahnalarda bo'lsa, o'zimiz yaxshi ko'rgan naqshlarni tomoshabinlarga shunday rohat o'rlab chiqib ketdik. Mau sahna bu navo sahnasi bo'lsa, bir xil musobaqa turdiki bo'lgandan keyin Sal suruva ham Ketib qolamanmi deb sal ansirab. endi ishim mayli ish qilsak chiqib ketsam bir xil jiddiychilik bo'ldi-ku. Shu navo sahnasiga qatnashdan burun siz boya farzandlarni tarbiyalash vajidan shu naqsh etolmay qoldim dedingiz. Nechilik vaqt etmadingiz naqshni? 10 yildak bo'ldi. 10 yildek bo'ldi naqsh etmag'ili. Amsi nima uchun tuyuqsiz bu navo naqsh etishni o'ylab qoldingiz? Men naqsh etgandan boshlab meni ota-onam, urug' tuqqanlarim mening naqsh etganimni mushkamga anglab baxmadi. Mush munosabat bilan mush televizor ekrani orqali barliq urug' tuqqanlarimga, mush qarindoshlarimga o'zimning Naqshin bir o'zimning yaxshi ko'rgan naqshlarimni ham mush o'tgan barliq tomoshabinlarga sovg'a qilish yuzidan bugun bu yerga kelib o'tiribman. qarshi. Rahmat ada, xush kelibsiz. Hamda yana bir gap so'rab olay. Hozirgi naqshini men anglab baxmabdi ekanman. Bu naqshini 2002-yili marhum kompozitorimiz, bizning atoqli kompozitorimiz Hekim Hasan akamiz men ishlatib muzikasini ishlatgan. Shunlar 2005-yili, 2006-yili Ila televiziya stansiyaning qurboniyatlik, ro'ziyatlik faoliyatlariga aytgan. Uniki aytib baxmadingiz. Yo, uni yo'q aytilib baxmadi. Bugun navo sahnasida aytib turibdi. Shunjiq anglayapti ekanmizda. Unda bo'lsa baliq ustozlar nima deydi ada birlikda anglab baqaylik. Asiya Ibrohim, xush kelibsiz. Xush bo'ldim, rahmat. To'liq chiroyli yozilgan, biz ko'p anglamagan, lekin shunchalik anglanib turdi. Melodiyasi pek chiroyli. Nadir naqshdan birini edib kelibsiz, Xon Tengri nomli. Ovozingiz suzuk, shunchalik yiqimliq, chiroyli bir ovozga. Anglanib turdi ovoz ilmida. Xeylilar yaxshi ma'lumda tarbiyalanibsiz.
Bo'libmi sahnadagi qiyofatingiz bu xuddi kasbiy naqshchilar xos, noyitmi temkin bo'ldi. Undan boshqa sahna kiyimlaringiz mana shunchalik yarashimliq bo'pti. Menga ish qilib hamma tarafingiz yardi. Omadli bo'ling. Rahmat. Rahmat muallim. Yuqoridagi Xon Tangri nomli naqshini yaxshi ijro qildingiz. Buning so'zini Muhammad Ro'ziyarqin yozgan, muzikasini Hikmatsan ishlagan naqsha. Bir qitim anglagan. Qayta ikkinchi qitim hozir anglayapmiz. Sizning bu naqshini aytish jarayonidagi qiyofatingiz, sahna qiyofatingiz haqiqatan yaxshi bo'ldi. Naqshini ijro qilishingiz bu nihoyatda o'lchamlik, badiiy yuksaklikda ijro qilindi. Rahmat. Endi deydiganim, naqshchi bo'lmoq, o'lchamlik naqshchi bo'lmoq oson emas. Ama shundoq iqtidoringiz, mahoratingiz bor ekan, buningdan o'sha mahoratingizni texmi joriy qildirishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat abuzga. Rahmat barliq baholg'uchi ustozlarimizga. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 yil mahirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, qolgan mahirlarni sahna taklif qilmoqsak, marhamat. Marhamat. Bo'lsa, tomoshabin do'stlar, faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bizning 5 mahirimizning ichida zodi kim bizning bugun kaftalik yulduzimiz bo'ldi? To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizga mukofot qo'yimiz bor. To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Xinjiang yo'lliq xalqaro so'tchaklik shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarashimliq kostyum bilan mukofotlaymiz. 5-numurluq mahirimizni mushayyatlik cho'lpon bo'ladi deb qarayman. Mencha 1-numurluq mayirni 1-chi bo'ldi deb o'ylayman. Meningcha cho'qib 2-numurluq mayir 1-chi bo'ldi. Meningcha bugun 3-numurluq mayir netlik cho'lpon bo'ldi deb qarayman. 4-numurluq mahir cho'lpon bo'ladi deb qarayman. Mana tomoshabin do'stlarmi faraz qilib bo'ldi. Ko'rayotganlar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat tarixchi shirkati birlikda uyushtirgan Qizil qala vitaminli quvvat ichimlikka alohida hamkorlashgan yangi navo programmasi. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mahirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa, tomoshabin do'stlar qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirlarga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Mahirlarimizning natijasini chiqib bo'ldi. Undan bo'lsa, arqonlarga o'rilib, natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Keyingi bosqichimizga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Olmaqsınlımız, sizin naqshingizni shundoq yoqtirgandik. Rahmat. Tomoshabinlar siz kelgan badamning yuzini qimmaga o'xshaydi. Bay ustozlar degandek endi azroq yere ketib qolib aytgan naqshingizniki. Lekin ustozlar degandek haqiqatan bek suzuk, bek chiroyli ekan ovozingiz. Ikkinchi bosqichimizga afsus o'tamay qoldingiz. Ikkinchisi emasmi, yana 1 yil muntazam tarbiyalansangiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Yana kelishingizni qarshi olamiz. Rahmat. Bir ko'ngil so'zingiz bilan anglab boqamiz ba? Mening shundoq yaxshi oliy bilim yurtlarida o'qitgan ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa, qizg'in alqishlar bilan singlimiz Gulnur Tursunni uzib qo'ygan bo'lsak, bizning naqshimiz bosqichimiz bu nihoyatda muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa, qizg'in alqishlar bilan ikkinchi bosqichga o'tib olgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz Xayrlaslar. Marhamat. Sahip Cemal Sumbulcan Hulki belen Hulki belen umakı bergi kıyafet Şehla güzi küzi oynak kız bergi kıyafet Şehla güzi küzi oynak kız Sahip Cemal Sumbul Çaş Hulki belen omak kız Sahip Cemal Sumbul Çaş Hulki belen omak kız
Sahip cemal sumbul çaş Hulki belen umakkın Sahip cemal sumbul çaş Hulki belen umakkın Çiçer gönlü av Mihnet süyer hem var Almaz bilek kolu gül İşte erva kaynak kız Nakşa issa şoklunu Bolu kalar kanar zoklunu Nakşa issa şoklunu Bolu kalar kanar zoklunu Bu behtiyar zamanda köylesini yanrak kız 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 Çin aşığı sadam Beşuni yuni sap hava Akidesi vafalı Çolpan gibi yalga kız Chiroyli o'ynab berdinglar, usulni. İmon aka, ikkinchi bosqichga o'tibdilar, sho'xlashib ketdingiz-a? Ikki qizlar bilan undan naqshingiz Fayzolda qachon? Undaq bo'lsa, bu ikki chiroyli qizimizni tanishtirib beramsiz? Bu yoq bo'lsa, navri singlim Aqsudan Şinjan örf odat satmaydi usul sinfda o'qiydi. Bu yoq bo'lsa, Gulyar ismimiz. Nima? Gulyar. Gulyar. Navri singlingiz? Bu yoq bo'lsa, bu qizning do'sti, bu ikki saboqdosh. San'at maktabida o'qiydi, örf odat maktabida. İsmi-chi? İsmi Qadriya. Qadriya. O'zi bo'lsa G'uljidan. Qarshi olamiz, kelinlarni. Unda bo'lsa bu ikki singlimizdan qaysiniki bir yurak so'zi borki, aksar bir anglab o'tgan bo'lsak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Güler qizingizlarga salom. Akamning keyingi bosqichlarda yaxshi natijalarni qo'lga keltirishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa, ba'zi ustozlarning bahasini olib boqaylik. Qarindoshlar bosqichiga nihoyat yaxshi bir jushqun shundoq bir melodiyasi chiroyli bir naqshni ep kelibsiz Omoq qiz deb. Mashq singlimizni shundoq yaxshi yugnibdi usulni. Örf odat san'at umididonlar shu san'at maktabi. Örf odat san'at maktabining usul kasbida yaxshi yugnibsizlar usulni. Ma naqshimi nihoyat muzikasi nihoyat jonliqga. Ovozingiz nihoyat yangroq yaxshi chiqdi. Xel avjisimi xeli bor buning. Degan yeri xeli yuqoriga qarsam bo'lardi.
Səhində bayatın qarğanda mağa səhəndiki qiyafətiniz biraz canlı oldu. Rahmet. Bu yeni nakşıya kim yazdı bunu? Şıkılıp ben küçük vaktimde anlaydım bu nakşını. Topsulluk seni Osman diyen Şundak mı? atsınız yetti. Yaxşı oldunuz. Omumuz gitken çaldı. Rahmet Nishadka. Rahmet. Bağlıq ustazlarına bağısығım köptün köp rahmetim da olsa. Arama qaç tutsanlar. Birinci numaralık mahirimiz özünün numarını uğurlap buldu. Ondan bolsa kızgın alkış sadalarımız bilen keyinki numaralık mahirimizi sahneye teklif kılmaz. Hani rahmet. Senden bunu kütmegen idim. Kalbim sana atagan idim. Seni menden ayrılmaz desem, nime boldu sana ayrım. Yaxşı günler, yaman günler sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Uzun tünden en yanımda sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Yaxşı günler, yaman günler sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Uzun tünden en yanımda sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı Umarım sensiz yaşayamazsın. Babasızlıkka çidiyalmazsın. Nemi günah kıldım bir kızı. Aklım bir sığdıralmazsın. Yaxşı günler, yaman günler sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Uzun tünden en yanımda sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Yaxşı günler, yaman günler sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Uzun tünden en yanımda sen bilen birgen. Olmadık mı sevgilim, olmadık mı biz? Gözün Allah rahmet nafsini bir neytip edinler. Yetip ediniz. Rahmet, Xeyrinişiniz bir rahmet. konuşup etken bolsanız. Xeyrinişim bolsa ismi Azmat. Bize Şinjan Seyit İnstitut'niki diktor riyasetsizlik kesbidi koydu. Mening yaqin kesbidişimning Qaysi maktabniki? Şinjan Seyit İnstitut'ning. Şinjan Sanat İnstitutu'niki Ha, diktor diktor riyasetsizlik riyasetsizlik koydu. Kesip çıkıp oldunuzmu? Tayyorlik o'qiyapsiz, kelar yil chiqsiz. Naqshingiz bir alaylik ekan, besini alab, mo'linib, ikkinchi kunlikda ding cho'chib anlaydigancha. Shaxsan mashta oldi, pas o'tirib, mo'linib o'tirib, yerga kelganda ding cho'chib ketdim-da.
Davamlıq şu to'laydigan, vaqiraydigan naqshini o'qimay mandaroq bir Ha. ta'sirlangan naqshini o'qaydi. Manasını itibariyseniz Şuna. hali ketken yigitlerim qaytib keldi. Unda bo'lsa, baholıq ustozlarimiz bu naqshiga qanday baho berib o'tdi ekan? Rizvan Gül, qarindoshlar bosqichimizga o'zingizning ovozingizga yana bir qancha yangicha uslub, ommabop uslubda naqsh etish alayligingizni ko'rsatdingiz. Rahmat. Diyorimizda bir 7-8 yildan burun moda bo'lgan naqshlar bu. Hazrat, mana shu naqshni etkapsiz, naqshimi ovozingizga moslashibdi. Bo'libmi, naqshidagi muzikalik hissiyotlarni ifodalashingiz hamma tarafdan yaxshi. Yanala taklifim sahnadagi badan tutish, qiyofat. Omad tilayman. Rahmat. Rahmat Ma'lum. Yuqoridagi Hasrat nomli naqshining melodiyasidagi yuqori tuvan qismidagi ovozni ifodalashingiz, ya'ni ovoz o'rningiz muqim bo'ldi. Bu intayin muhim. Naqsha aytishdikcha. Endi naqshingiz nihoyat hissiyatli bo'ldi. Bu naqsha aslida O'zbekistonlik Mavluda aytgan naqsha bu. Mavludaning aytgan naqshasi. Umum shunchalik aytgan. Yaxshi ijro qildingiz. Rahmat abizga. Rahmat. Baholıq ustozlarning bahosini ko'p rahmat. Unda bo'lsa aramag'a tursanglar. Qarindoshlar bosqichimizdagi 2-numurlik mahirimizmi o'zining numerini ko'rsatib bo'ldi. Undaq bo'lsa 3-numurlik mahir zodi qanday numar ilib keldi ekan? Birlikda o'zirlaylik. Qani, marhamat. Kelgin kel yarın kıynıma canım ve sünge intizar kılma güzelim. Unutup minildin ümit üzdüm. Çıkmaydın bu esimden, çıkmaydın yarın. Aşklardan ayrılsan kömülçüden su içe almay meşhuktum aşk yüreği. Bulup kalsa Mecnun'dek kulak bulmamdım. Birge yürgen küllerini unutsam olandım. Aşklardan ayrılsan kömülçüden su içe almay meşhuktum aşk yüreği. Bulup kalsa Mecnun'dek kulak bulmamdım. Ağlatma, kıynama, bu icralı gidaşlama. Bu karga seni koyun.
Muhammed Ali aldı bilen 3 qayrındaysanız bir tanıştırıp etken bolsanız bizge. Bo'ldi. Bu yoq bo'lsa do'stimiz hamda Ablajon do'stim. Bu yoq bo'lsa inim, yaqin birodarimning inisi ismi Azmatjon, San'at institutida. Doktor riyosetlik kasbida o'qiydi. To'g'ri. Bu yoq bo'lsa mening yaqin do'stim Rustam. Hammalarni qizg'in qarshi olamiz. Qarshilamiz. Unda so'ng 3 qayrındaysanızın ichida qaysi qayrındaysanızın sizga bir yurak so'zlari va vakil bo'lib deb bergan bo'lsa. Şu akamninki, buniki mush natijalarning nayt to'g'ri bo'lib ketishini chunki onimdan umid qilaman. Hamma shu ikki do'stimizga vakolatan chunki onimdan omad tilayman. Rahmat. Bundan bo'lsa baholovchilarimizning taklifini olib boqaylik. Yuqorida Nazlanma nomli o'zining ijodiyatini icra qildingiz. Naqshini icra qilishingiz yaxshi. Yaxshi icra qildingiz. Endi bu siz ijodiyat oldingi qitimdimi o'zingizning ijodiyatingizni aytdingiz. Yaxshi ifoda qilindi. Bu qitimmi ma naqshimi o'zingizning ijodiyati ekan. Endi bu naqshni men anglasam Alloh Pugachevaninki Million Roz, yana Million Attirgul degan naqshining ilhomi bilan paydo bo'lganda qildi-da. Shu purab turdi bu naqshidan. Muqamni Uyg'ur xalq naqshilarini asosi manba qilib ijod qilsangiz, texmi ijodiyatingizningki hayot kuchi zo'r bo'ldi. Mush taraf tirishingizni umid qilaman. Bo'ldi. Rahmat Abduska. Rahmat. Hadi yaxshi taklif fikrlarni berib o'tdi. Unda bo'lsa sizlarga aramaga tusanlar. Rahmat. Qayrındaşlar basqıçımızdaki 3. numaralık mahirimizmi özünün numarını ko'rsatib bo'ldi. Undaq bo'lsa qizg'in alqış sadalarimiz bilan Assalomu alaykum mahirimizning qayrindashi, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz aldiga kelaylik. Alaykum assalom. Osiyada nova programmasi yo'l qo'yilgandan tortib hech kim bir aytib baxmagan naqshning birini aytib kelibsiz. Guangdong talaffuzı deymi? Ha, Guangdong talaffuzi. Qandami o'rgangansiz bu naqshni? Men 94-yili bu naqshni tunji qitim anglaganda bek yaxshi ko'rdim. Shuning bilan cho'qim o'rganma deb shu ko'p belbog'lar anglab shuni ko'p mashq qilib, ankin sahnalarda aytib, xato yerlarni yana shu xanzo naqshchilardan tuzitib degandek o'rganib bugun nova sahnasiga olib keldim. Men tuvanda kelganda qilib qo'ydingiz, lekin men naqshni aytib. Ben tuvanda o'tirib o'zimning Markaz televiziya stansiyasining yangi yillik san'at kechiligiga kelgandek his qildim. Nima yaxshi o'rgandingiz bu naqshni. Rahmat. Undaq bo'lsa, chiroyli o'ynab bergan bu qizimizni tanishtirib o'tamsiz. Bu chiroyli sonim bo'lsa, Xinjiang Pedagogika institutining usul kasbida 4-yilligida o'qiydi. Ismi Gulbostan. Gulbostan qarshilamiz. Chiroyli usulingizga ko'p rahmat. Endi men Guangdong talaffuziga bu narsani chiroyli aytib berdingiz. Endi shu boshqa tildagi naqshlarni ayta olamsiz? Men tug'ilib o'sgan yerda Xanzu, Qozoq, Xuizu degandek millatlar shunda ko'p o'ltiraqlashgan. Bizning Uyg'urlar pek oson egallaydi. Men kichigimdan G'uljinon To'qsaran oyasida. Men To'qsaran. Hayajon. Chiqqanmiz hamma. Mening jutumda majab chiroyli naqsh aytganimiz chiqdi. Rahmat chumada. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa ba'zi ustozlarning bahsini olib o'tgan bo'lsak. Bu naqsh bek mashhur. Hanslar Shanghay'dan pek çok bildi bu naqsh. Bunu derslimi Meyyan Fan show etti. Ondan keyin Liu Daohua etti bunu. Mustaq bir necha shu Shanghayning kino cho'lponlari etib buni cho'ng quruqlikqa nayt keng taqdim etgan naqsh. Endi siz shu Guangdong talaffuzi bilan shunchalik to'liq endi Guangdong talaffuzini men o'qimayman, gap to'g'rimi, xatomi uni bilmayman. Lekin ma ahang men qulog'imga jiq kirgan. Ahang nayt yaxshi. Shunda to'liq oldingiz. Ba'zida boshqa millatning naqshini esa o'zining millatiga olib qochadi-ku. Ketveribdi. Ben Qozoq naqshi olsun, mayli Xanzu naqshi olsun. O'zining millatiga ip ketib qoldi. Bir alg'alab bilib oladi. Muzikani çalsak başta özümüzden milletiga haqni birimiz ip ketib qolamiz. Bu men uchun yaxshi ahvol emas. Cho'qim qanday qilsa shunday etish kerak ashundan. Ashu millatnikini bir tal qilpil qaytib etish kerak-da. Ashu vaqtida g'alaba qozongan bo'lamiz. Siz mana shunchalik yaxshi aytdingiz.
Şuncaq hissiyatlı aşı Meyan Fang'ın aşı etiş uslubu şunda geldi. Rahmat. Ameter olsun. Şanghay sahili degan bu televiziya teatri demisimi hammamiz shunchalik yaxshi ko'rib ko'rgan. Siz aytgan naqshni men shu 90-yillarning boshlarida men yaxshi ko'rib o'rgangancha shu aytganingiz men o'zimning shu vaqtlarimni eslab ketdim. Bo'libmi naqshidagi mush Guangdong talaffuzi pek yaxshi bo'ldi. Meningcha zodi to'g'ri bo'ldi 100%. O naqshimiylik biz o'gunimiz deb to'la anglagandan keyin quloqqa yod bo'lib ketgancha tekislari. Shunchalik yaxshi talaffuz bilan o'rlab berdingiz. Bo'libmi bizning usulchi qizimiz o'zining shu nafis yumran usul harakatlar orqali mush naqshidagi tasvirlangan kishilik turmushdagi xushallik, qayg'u, hasrat qatorliq bir qator turmush qismatlarini bizga harakatlari bilan naq maydonda ifodalab berdi. Sizning shu nomeringizga badiiy husn qo'shdi. Texmo zo'r amatlarni tilayman. Rahmat. Rahmat muallim. Rahmat muallim. Baholib ustozlarning bahosiga ko'pdan ko'p rahmat. Usulchi qiz singlimiz sizga ko'pdan ko'p rahmat. Arama g'ashtirsangiz. Qarindoshlar bosqichidagi mohirlarimiz o'zining qarindoshlari bilan nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa, qolgan mohirlarni saytga taklif qilamiz. Rahmat. Marhamat. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Vaslivot madaniyat tarixi sherikti birlikda uyushtirgan Qizil Qala vitaminli quvvat ichimligi alayda hamkorlashgan yangi navo programmasi. Qarindoshlar bosqichidagi 4 mohirimiz o'ziniki qarindoshlari bilan nomerlarini ko'rsatib o'tdi. Unda bo'lsa biz yana bir hal qilg'uch bosqichga qadam qo'ydik. Qo'lingizga bilet tashlovchini elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mohirning direkt nomerini yuqori ovoz to'lab, yaxshi ko'rgan mohirlarga bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 Bugun mashqimiz mushakkayichi bo'lsin. Boshqa qiyinchilik bormi? Davringlar. Yuz terim qurg'oqlashib yerildigan bo'lib qoldi. Mana bu yuz meyni ishlat, unumi yaxshi. Saqal olganda baq qiynalaman. Sana bu saqal yumshatishmay emaskagidek. Tishim sag'rib ketyotidi. Sanami bor, tushingni oqatidi. Chechim kepaklashib ketib bordi. Unimi charsi bor. Sarkarda? Yaxshikan deb qilsa ishlatganda. Hammani bizga beryaptingiz, o'zingizga-chi? Menami bor, chat tushishni to'xtatadi. Sarkarda yurishlik mahsulotlari. 5 4 3 2 1 Natijalar chiqib bo'ldi. Mahirlarimiz arqonlarga o'rinib, natijalarni ko'rib baxsonlar bo'ldi. Haftada yulduz bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tuvanga tushib, keyingi bosqichimizga tayyor tursanlar bo'ladi. Mana puli. Voy. Qanday olib ketdi? Hech qisi yo'q. Bugun talayman deb qochqa o'xshaydi. Kela qatim cho'qim fursat bor. Men cho'qim yana tirishiman. Buning bilan to'xtab qolmayman. Men de qaysar umidvorman. Hammangizga rahmat, naqshamni yaxshi anglab berganingiz uchun. Rahmat. Bo'ldi, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi turmushingizga baxt tilaymiz, ijodiyatlaringizga mo'l natija tilaymiz. Muhimi, cho'ng studiyaning birini qurib olishingizni umid qilamiz. Rahmat. Qizg'in alqishlar bilan Muhammad Ilini uzib qo'ygan bo'lsak. Rahmat. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasini qo'shilishgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga qisqa uchur yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Qarindoshlar, o'tkilimizni nihoyat muvaffaqiyatga oldi, oxirlashdi. Undaq bo'lsa, bizning eng oxirgi o'tkilimiz haftada bir yulduz. Marhamat.
demangda yarım aman çileyi sormay baral baralmay men sormay baral baralmay yarni gönlü pek nazır yarım yarını gönlü pek nazır yarım kılma Алдыңғы сан программымызға қысқа ұшыру yo'llash shakli orqali qatnashgan ko'rmanlarimizning orasidan 2 TL'lik abonentimizni tanlab chiqamiz. Unda qo'sa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansin. To'xtasin. TL'lik abonentimizning telefon nomeri 150 99 Yangi 19 72 muborak. Muborak olsun. Bu TL'lik abonentimizni hanım kızlarımızın güzellik için izlenip kelayotgan Hüsnügül Soğut Çekiliş şirketi yenidən bazarga salgan diyarımız hanım kızlarının terisiga alayda masajlashtirib ishlagan bir yurish özgül girim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Muborak olsun. Unda qo'sa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan yana bir qitim aylansin. To'xtasin. TL'lik abonentimizning telefon nomeri 137 79 Yangi 12 31 muborak olsun. Muborak olsun. Ta'minlagan Qut'al markasidagi yurishlik yog'lar bilan mukofotlaymiz. Muborak olsun. Muborak olsun.
Haftada bir yıldız basıcıdaki 3 mayırımız mı özünki yakınlık nakşelerini eğitip öte onda olsa bahalıkçı ustazlarımız kanda bir baha verdi ki anlap ötken bolsak. Birinci mayırımız av yarım humalık tuyuksuz düşüp ketdi ha o. Ben onu ana tenkeş müzikisini hata ekip kaldım mı akında? Aldığın işki medendeki nakşılarının şundak küyü igiz, avazın jarağına çıkmadı. Bu yarım humalık kelgen çağda anın küyü töven болып qaptı. Ayallarını ettiğim küyü болып qaptı ne? Senikiga bo'lmaydi deganda bu 3 avaz yuqori chiqish kerak o. Şu avaz kuy töven bo'lgandan keyin nafsim pastga tushmay o'pgan bunaqa yarim xoma bolam qoldi. Yarim xoma qaniq chiqmadi bu jonni vangida. Pes bo'lib qoldi o. Şu dikkat qil, yaxshi etding, lekin nakşının kuyi pes bo'lib qoldi. To'g'ri mi? To'g'ri. To'g'ri. Yuqori etsam ovoz yetmay töven etsam töven bo'lib qoldi. Yaxshamay qoldi. Voy, aldık ishki nakşıgacha bitgan ovozing vang chiqyapti. Judo yig'idek vang tom chiqyapti ovozi. Shunaqa dikkat qilmabsa. Ahmet Terbusun. Rahmat. İkinci numaralık mahirimiz Rizvan Gül. Bu basqışda dolan xalq naqşisi Sarıxan'ı ep kepsiz. Naqşa avazınızga bütün alaydiliklarni to'liq namoyon qildi. Demek sizning ovoziniz milliy uslubdagi ovoz. Rahmat. İkinci basqışda ommabop uslubda etdingiz, lekin chiqib aytganda ovozingizning tusi mushu dolan muqam ahanglarga to'limi tushgan. Naqshni yaxshi o'rinladingiz. Rahmat. Bundan keyingi sahnalarga chiqish imkoniyati ko'proq. Yana ta'kidlaydiganim bu sahnadagi badan tutish, o'zingizga ishining eng muhimi sahnaga chiqqanda-chu, o'zingizga ishinib turib bundan keyingi san'at hayotingizga natijalarni tilayman. Rahmat. Rahmat muallim. 5 numaralık mayır yukarıdaki muhabbet namlıq nakşını hakikaten yukarı bədii seviyede icra kıldınız. Mana bu nakşının yeniliği, mükemmel, melodiyasının milli alaylığı, uçuk iniq bo'lgan bədii seviyesi yüksek, nadir nakşı deyimiz. Siz şununla xas halda yukarı bədii seviyede icra kıldınız. Ahmet Yaroz. Rahmat ablaska. Bahalık ustazlarına bahalık köptün köp rahmet. Onda olsa programımızın birinci basıçıda bizimki 3 mayırımız ne? Bugünkü haftalık yıldız buldu da perazkan tamaşalarımız kayalada otadınlar kim bir orunlarını durup gelgen bolsanlar. Birinci numaralık mayırımız, ikinci, 5. numaralık mayırlarımız ne? To'g'ri paraz qilgan tomoshabinimizni Shinjang yo'lliq xalqaro so'tchak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarashimli kostyum bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Mushu munosabat bilan bizni uzundan buyon qo'llab kelgan shundaqla mening kimim ta'minlab kelayotgan yo'lliq xalqaro so'tchak shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Shuning bilan birga mening kiyimim ta'minlagan Daliston ipak to'qilma kiyim-kechak shirkatiga, shundaqla mening girmanni qilgan Janubiy tinchlik yo'li 236-numar ruxsar o'sin go'zallashtirish saloniga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xushalliq so'tchak shirkati, yo'lliq xalqaro so'tchak shirkati, Divan oyoq shaharchisi 4-qavatga joylashgan Muxlisa Gulchilik qatorliq o'rinlarga alohida rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Haftalik yulduzimizni Gohardiyar so'tchak shirkati ta'minlagan Oltin Diyar markali suv tozuvchi bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempiyonumuzni diyarimiz hanım kızlarımızın güzellik için özlüksüz izlenip kelayotgan Şinjan Hüsnügül so'tchak shirkati bir mashina bilan mukofotlaydi. Mashina. Haftada bir yıldız basıçımızdaki 3 mayırımız özünki naqsını etip ötdi. Onda olsa biz Tarat qo'la vakillerini numar tashlashga taklif qilamiz. Oldi bilan bizning birinchi numaralık mayırımız İmam Muhammed akimizga qo'lidagi 10 numarni berishni xohlaydigan Tarat qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 10 numar muborak bo'lsin. Onda olsa bizning ikinchi numaralık mayırımız Rizvan Gülga qo'lidagi 10 numarni berishni xohlaydigan Tarat qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 10 numar muborak bo'lsin. Bizning 5 numaralık mayırımız Asiya edimizga qo'lidagi 10 numarni berishni xohlaydigan Tarat qo'la vakillari taxtanlarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 numar muborak bo'lsin. Mana Tarat qo'la vakillarimiz o'ziniki qo'ldagi numaralarni berib o'tdi.
Undaq bolsa, 3 nəfər mahirimizdən zadi kim həddilik yulduz olub qallanıdı? Tövəndə oturğan tamaşabın dostlarımız qolunlağı bilet taşlığışını ilib, özünlə ən yaxşı görgən mahirimizға bilet taşlaşını başlasanlar buldu. Bilet taşlaş başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Davamlı. To'lisanlar bo'laverdi va o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning rad numarini. Mahirlarimizning Mübarek olsun. Bizden bugünkü haftalık yıldızımız Asiye İbrahim. Mübarek olsun. Bizdeki birinci numaralık, 5. numaralık mahirimiz Asiye adımızın bugünkü haftalık yıldız bulduğu da birazdan tamaşbirimiz kayda otadı ki. Sizge mükafat buyumumuz var. To'g'ri paras qilg'irasi o'chak shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi yarışma kostyum bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak olsun. Programımızı qolgan olib ko'p rahmat. Muborak olsun. Bizdeki 2. numaralık mahirimiz Rizvan Gülge shundaqla 1. numaralık mahirimiz İmam Muhammed akamızga ko'pdan ko'p rahmat etimiz. Chiroyli naqshlarni bizga sovg'a qildi. Undaq bo'lsa, biz ba'liq ustozlarni bugungi haftalik yulduzimizga shundaqla qolgan mahirlarga lo'nqilarni shundaqla guldastlarni yetkazib berishni taklif qilamiz. Rahmat.